Monolarimiz 2 million so'm. 2 million. Bular ham shu haqiqiy sauna qilib yaxsa bo'laveradi. Bular kvadratiga mo'g'lar ko'proq joyda istadi. Bular sal kichikroq bo'lishi kerak edi. Necha? 4 ga 4 mi? 2 ga 2 mi? Monolarimiz katta saunalarda ham istaveradi. Tosh to'ldirib qo'yiladi. Suvni buni o'ziga sachilmaydi. Mana bu garankadan suv quyiladi. Parchka xonani zo'r qilib isitib beradi. U suv qayerdan chiqadi keyin? Malonga qo'shilib ketadimi? Yo'q, ichida haqiqiy o't tegib turadigan qalin listdan qilingani bor. Cho'q bo'lib turadi. Cho'q turib bo'lib qizib turadi shu narsaga. Zo'r istadi. Effekti rosa zo'r. Buni ham qo'yib yaxyapti o'zi. O'tin nima bo'lsa yonaveradi. Nima bo'lsa yonaveradi. Listlari ham tepasida listlari poni qalin 8 listda bo'lgan bu tepasida. Ventilatorlarni qo'yib qo'ygan holingizda ham svet o'chib qolsa, svet o'chib qoldi, nima qilaman demaysiz, samotok bo'lsa. Samotok sistema bo'lsa, xuddi o'shanda ishlayveradi. O'zi ishlayveradi, mo ichida klapani bor, ash klapani ochib qo'yiladi. Rahmat, ancha-muncha joyda ko'rmaydigan katyol, pechka turlari. Mana italyanskiy deysizmi, qaydaki dedingiz? Ukraina bilan Rossiyaga chiqadi. O'sha model bilan birga bir. Andijon jalaquduqlik ustalar uchun yangilik, lazer xizmati, listagib, valsopka. Nima edi bu? Gelatina bu. Mana listlarni tis-tis deb kestashaveradimi? Nechigacha kesamiz? 4gacha bo'lgan listlarni kesib berish xizmati, bukib berish xizmati. Bunaqa varvaraq qilishar, qaranglar. Aloqaga chiqaverasizlar. Bunaqa xizmat ham bor akalarimizda. Assalomu alaykum akalar. Yangilikda dahshat bor. Katyolda dumalog'i. Ukrainada bu akalarimiz ishlagan, o'sha yerda yasagan, endi O'zbekistonga olib kelishibdi. Oldin reklama berganmisiz, ham ulgurmaymiz biz o'zi shunday ham sotib. 3 yildan beri o'zimizda yasab sotyapmiz. Mana endi hozir lazipazda o'rnatib oldik. Ishlab chiqarishni kengaytirsak bo'ladi. Va ancha-muncha katyolchi bermaydigan taklif, dastavka, ustanovka borib uyda montajlargacha qilsak bo'ladi aka. Bo'ladi, montajlar. Bo'lmas ekan, xolos. Uyingizni isitib berib kelishadi. Mana ularni yaxshi tarafi akalar, nijniy goreniyani ko'pchilik tushunadi, biladi. Agar ochiq sistemaga ulaydigan bo'lsangiz, svet o'chib qolsa ham uy so'maydi. O'shanda turaveradi, bu o'zi ishlayveradi. Tok bo'lish shart emas bularga. Mana bu yerda o'zimiz uchun legendarni ikkita devorni o'rtasiga qo'yadigan pechkalarimiz, bularda ham har xil varianti bor. O'choqlisi bor, o'choqsiz bor. Mana saunaniki, shu haqiqiy ruskiy saunaniki deyishyapti. Mo'g'lar katta 4 ga 5 xonalarni ham issiq qo'yar ekan. Mana endi xonadonlarga deyishyapti. Xo'p, manaqa turlardan ham bor pechkamiz, bu yangiroq ekan, boshqacha. Juda ham chiroyli qilib ishlashibdi. Video davomida hammasini narxi bilan aytib o'tamiz. Andijon jalaquduqdagi ustakalar oldiga kelamiz. Assalomu alaykum. Ahmadjon aka, tushimsiz? Xo'p, yaxshimi aka? Rahmat. Ancha-muncha joyda ko'rmaydigan katyol, pechka turlari. Mana italyanskiy deysizmi, qaydaki dedingiz? Ukraina bilan Rossiyaga chiqadi. O'sha model bilan birga bir. Birga bir hamma yo'q chizmalari o'zimiz Rossiyada birga qilganmiz bu katyollardan. Aqda tajriba oshirib kelgan. Tajriba oshirib 10 yildan oshiq Rossiyada ishlaganmiz biz katyol zavodlarida. Xo'p. Mana saunalar uchun o'sha ruskiy banya, ruskiy sauna bor, o'shani pechkasi. Shunga birga bir ruskiy haqiqiy shu yerga tosh solib qo'yiladi. Cho'q qo'radimi? Xudo xolasa zo'r istadi. Bo'ldi. O'z sotyapsiz, odamlar ishlatyapti buni. Sotyapmiz, effekti zo'r. Bo'ldi. Bulardan bor. Yangicha turdagi ikkita devorda, ikkita xonani istadigan pechkalar bor, qaranglar. Mebelga o'xshatib yuborishganmi? Hozir hammasini narxi, turlari haqida ma'lumot beramiz aka, rasxodlari bilan. Bu dumaloqlar antiqa ekanmi? Nima o'zi bu aka? Bularimiz mana shu Ukrainada ishlab chiqarilayotgan katyollar. Biz Quvvat Termo brendi ostida chiqaryapmiz. O'zi Energiya TT deb, agar qiziqqanlar bo'lsa internetdan istab ko'rsa bo'ladi. Bu katyollarimiz mashturishda hozir tayyor. Bundan keyin yana kraska qilinib, utuplit qilinib, bunaqa shu holga keladi, bunaqa hollarga keladi. Bu yalang'och variantimi? Bu yalang'och varianti. Bu shu holga keladi, utuplit qilib, ichida stiklovata uriladi. Utuplit bo'lgandan keyin shu holatga keladi. Xo'p, yangicha tur ekanda, bu isitish tizimi qanaqa buniki? Isitish tizimi nijniy goreniya deb qo'yiladi va pastdan yonadi. Nimani bo'lsa yoqaveradimi bu? Nimani bo'lsa yoqaveradi. Ko'mir, mayda, katta ko'mirni, o'tin, briket nima solsanglar yoqaveradi. Qaranglar akalar. Bunaqa katyolni ko'rmaganman hali. Bular 1 sutkadan 2,5 sutka, 2 sutkagacha bemalol yonaveradi. To'ldirib qo'ysa yonaveradi. Necha kvadratligi? Endi mana 100 kvadratlilarimiz soatiga 1 kilodan 2 kilogacha yoqadi bular. Endi
sharoitga qarab uyda issiqligiga, teplitiga, boshqasiga qarab yonadi. Bularga mashinalariga hozir 30 kilo, 35 kilo ko'mir sig'adi bog'larga. Bir sutkagacha yetar ekan-da. Ha, yetadi, bemalol bir sutkagacha yonaveradi. Narxi qanaqa? Narxi mana shu 100 kvadratliklarimiz mana shu tayyor bo'lgan holatda 10 million 400 ming so'm. 10 million 400 ming akalar. Ukrainani o'sha Ukrainaning chizmalaridan olingan. Bu tumaloqligini yana bir anaqasi, tumaloq bo'lganiga qancha davleniya bo'lsa ko'taraveradi. Qonni chiqib qolmasa ekan tabini. Qonni chiqib, mana to'rtburchaklariga mana tuymalar qo'ysak ham baribir katta davleniyaga bera olmaymiz. Katta davleniyaga aytib qo'yamiz, katta davleniya zakritий sistemalarga ishlaveradi-yu, rosa katta bo'lsa, ana qiylanadi bular. Qonni chiqaraveradi. Mana ularimiz qancha davleniya bo'lsa, zakritий sistemalarga ishlaveradi. Bular sal oddiyroq varianti. Bularda bu 250 kvadratniki narxlari bular 5 million so'm narxlar. Bu arzon ekan. Bu arzonroq. Bu 4 burcha anaqa variant, oddiyroq varianti. Mana akalar, nimaga bu qimmat, bu arzon? Bu oddiyroq yasaladi, bu murakkabroq, ekonomligi ham shunga yarasha. Ekonomligi 30%, 30-40% ekonom bo'ladi shu tumaloq yo'llarimiz. Keyin bu yo'llarimizni sifatlariga ham yo'g'iga xudo xolisa 2 yilga garantiya beramiz. Bularning komplektida termostat anaqalari bo'ladi, miyalari bo'ladi. Bular hozir bizga kelmay qoldi. Ular kelyapti, zakaz qo'yganmiz, hammasiga komplektida qo'shib beramiz. Bo'ldi. Aka, necha kvadratgacha eng kattasi bu? Eng kattasi hozir 1000 kvadratgacha bizda bor. Qilib beraveramiz. Gazabolo liniyani ham shundan ko'rdim. Gazabolo liniyaga ham shunga qo'yganmiz. Aloqaga chiqarsin ekan gazabolo. Biz mana shuni 3 yildan beri qilyapmiz, mana shu O'zbekistonda. O'zbekistonda o'zimiz uydan 3-sezon ishlayapti. Juda ekonomishni, xudo xolasa, hamma tomonlama ekonom qilib yoqib beradi. Olganlar xursand. Xo'p, mana ularchi o'zimizning trenddagi eski pechkalarimiz aka. Bu pechkalarni ham hamma yo'g'ini bir xil listda yonboshini yupqa, ichini yupqa qilinmagan. Hamma yo'q bir xil listda qalin qilib, hech chahlari yo'q qilib bukib qilingan. Bu pechkalarimiz ham katta-katta xonalarni shu 4 ga 6 bu katta-katta xonalarni ham zo'r qilib isib beryapti. Ikkita 4 ga 6 dan bo'lsa-chi, o'rtasi. Ularni ham isib beradi. Mana mo'g'larimiz va o'choqliklarimiz shularni isib beraveradi. O'rtada turaveradi, devorning o'rtasida turaveradi. Keyin yonishlariga ham mana eshiklarni udobniy qilib qo'yganmiz. Eshiklarning oldiga chiqqan udobniy, mana tekis varianti ham bor. Keyin tozalaydigan joylarini ham katta qilib qilingan. Qurum to'planib, tez to'lib qolmaydi. Hozirgi mahalliy kliniklar hammasiga shu qurum to'planib tez to'lib qolyapti. Jalbalar bo'ldi, undan ham birinchi qildik-da. Ulardan hozir qilmay qo'ydik biz ham, jalba tushgani uchun. Biz ham yildan yilga shu yaxshiroq qilib qilyapmiz. Bu ham pechka, ham o'choq akalar. Bu ham pechka, ham o'choq. Gaz ham yoqaverasiz. O'tin ham qishloq sharoitida nima topsa yoqaveradi. Ko'mirmi, kattami deng. Qanchadan qanchagacha dedik? Bularimiz 2,5 milliondan 3 million 200 gacha. Mana shu anaqalari, o'choqliklar. Bu saunalarniki qancha aka? Sauna pechkalar mana bu haqiqiy saunaga qilib yoqadiganlari 2 million 200 ming so'm. Mana ularimiz 2 million so'm. Bular ham shu haqiqiy sauna qilib yoqsa bo'laveradi. Bular kvadratiga mo'g'lar ko'proq joyda istadi. Bular sal kichikroq bo'lishi kerak edi. Necha? 4 ga 4 mi? 2 ga 2 mi? Monolarimiz katta saunalarni ham istaveradi. 4 ga 5 katta saunalarga ham qo'yishyapti-da. Monolarimiz ash kichikroq hammomlarga 4 ga 2, 4 ga 5 xonadonlarga o'xshataveradi. Bu qanaqa mayitiga nima qo'yadi? Bu nima idishi bu? Bu mana barankalar, mana mayitni ko'rsangiz, bu yerga bo'lni tosh to'ldirib qo'yiladi. Suvni buni o'ziga sachilmaydi. Mana bu garankadan suv quyiladi. Par chiqib xonani zo'r qilib isib beradi. U suv qayerdan chiqadi keyin? Malonga qo'shilib ketadimi? Yo'q, ichida haqiqiy o't tegib turadigan qalin listdan qilingani bor. Cho'q turib bo'lib qizib turadi shu narsaga. Keyin buz beradimi, par beradimi? Shunday par beradi. Qancha bular? Bular mashalari 2 million 200 ming so'm, mo'g'lari 2 million so'm. Mana bu pechkalar, mana oddiy anaqalari 1 million 400 ming so'm. Monolarimiz komplektimiz 2 million 200 ming so'm komplekt bu. Mono pechkalarimiz bu 2 xonani, 2 ta uyni o'rtasiga isitadiganlarimiz
2,5 million so'mdan. 2,5 million. Ha. 4x4 ikkita xonani istadimi? Istar, zo'r istar. Effekti rosa zo'r, buni ham qo'yib yaqyapti o'zi. O'tin nima bo'lsa yonaveradi. Nima bo'lsa yonaveradi. Listlari ham tepasida lislari poni qalin 8 li listda bo'lgan bu tepasida lislari. Yupqa list ishlatilmagan bularga hech qaysiga. Hamma yo'q qalin listlarda, yangi listlarda lazer apparatlarda kesib qilinadi. Tushunarli. Mana xom holatda akalar bo'yalmagan. Kraska bo'lmagan. Kraskalari ham 1200 gradusga chidaydigan kraskalar bo'ladi. Termostoyishi. Termostoyishi kraskalar bo'ladi. Mana akalar. Kimga kerak bo'lsa Andijon Jalaquduqqa kelganmiz, shunaqa ustoz. Oldin reklama bermagansizlar shekilli. Yo'q, reklama bermadik. Faqat o'zlaringni klientlaring. Biz o'zimiz ulgurmayotgandik. Endi biz sal kengayapmiz, xudo xolasa. Lazerlar, apparatlari stanovlar qilib oldik. Endi buni bu yog'iga nechta bo'lsa, qancha bo'lsa chiqarib beramiz. Bo'ldi. Santexniklar bilan ham ishlayveramiz. Bo'ldi. Santexnika kelar mana. Quvvat termoni eslab qolamiz. Xudo xolasa, shakalar bilan. Keyin olib borib, o'rnatib berish, sistemalarni samotok qilib, boshqa qilib ishlatib berishlariga ham buni biz qilib beraveramiz. O'zimiz ustalarimiz ham bor, o'zimiz borib qilib beraveramiz, o'rnatib beramiz. Bunaqa takliflar bo'lmagan ekan. Keyin shunisi yaxshi, bu kategoriyalarimiz nijniy garayniya bo'lgani uchun ventilyatorlarni qo'yib qo'ygan holingizda ham svet o'chib qolsa, svet o'chib qoldi, nima qilaman demaysiz, samotok bo'lsa. Samotok sistema bo'lsa, xuddi shunday ishlayveradi. O'zi ishlayveradi, mo ichida klapani bor, shu klapani ochib qo'yiladi. Bu katyol bir xilda yonib turaveradi. Ana. Svet o'chdi, svet yondi deb o'tirilmaydi. Qishloq sharoitida mana o'zimiz uylarda yonyapti, ishlayapti, xudo xolasa. Ekanamishni to'k bor yo'q, uy issiq turar ekanda. Issiq turaveradi. Bir xilda hammaga. Akalar aloqaga chiqaverasizlar. Akalarimiz xizmatda, xudo xolasa. Andijon Jalaquduq.